Xo'p, hurmatli obunachilar, mana atalamiz ham pishdi. Yarim paqirdan ko'proq 5-6 kilo makkamiz ham oshib qoldi. Mana atalan holat. Bog'lasa, mana undan toshib ketyapti, aralashtirganda. O'shaning uchun bunga olib qo'ydim. Hozir buni qaytarib tashlab qo'yamiz. Motor o'chirib turay. Mana, hurmatli obunachilar, bu ertalabki yana ham qo'yilib ketadi. Pishdi. Hamma yo'q tobida bo'lib pishdi. Hop, qo'yganimiz sababi kovlaganimizda toshib ketadi. 190 ta 200 taga yaqin atalab pishdi. Shunda mana shu holatda 1 soat, 1,5 soatda buni qaynatib olsam, undan keyin o'chaqdagi garelkani tiqib qo'yib, mollarga silyoz berishni boshlayman. Silyoz berib mollarga yemini bergunimcha u ham pishadi atalar. Mana shunaqa qilib har kuni boqyapmiz. Endi ozgina mehnati bor-u. Lekin mana ko'ryapsizlar. 150 ming so'm ham ketmayapti. 140 ming so'm atrofida mollarga ketyapti. Kechki yemi bundan ham arzon tushadi. Kechki yemiga mana shu 2 paqir kunjara kepay aralashmasi, asosan kepay bo'ladi. Kunjara ozroq miqdorda beriladi. 2 paqir, 2,5 paqir. U yerda bitta chinim bor. Shu chinimdan ikkichini silyosini ustiga tashlab beraman. Silyos ham donli yaxshi bo'lgani uchun silyos bilan unaqa ko'p yem bermayman. Silyos holat. Silyosimiz ham zo'r donli chiqqan. Endi tepasini qushlar olib ketgan. Mana ko'ryapsizlar. Vujudi don yaxshi bo'lgan silyos. Asal sut qatiq bo'lganda o'rilgan makka edi. Doni yaxshi bo'lgani uchun kechki payt unaqa ko'p yem berilmaydi, lekin mana silyos ham yemdek bo'lib ketgani uchun molga yaxshi effekt beraveradi. Sut qatiq bo'lgan paytda o'rilgan makka. Shu tartibda boqilyapti. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, gumbillatib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.